Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyalarımızı başlayımız. Liksiyada sadaka Rosie Washington'da sözlüğümüz bugünkü sağış kemen 26. yıl 4. ayının 30. gün haftıga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esas birinci olup Amerika Qo'shma Shtatlari İran prezidenti Donald Trump İran'a agahlandırış verdi. İkinci vaziyette Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump tuni çarşamba telefonda Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan so'zlashdi deydi. Bu so'zlashish jarayonida birincisi İran meselesi to'g'risida ancha-muncha to'xtalibdi. İkincisi masalan Rusya Ukrayna urushi to'g'risida keng kushada to'xtalgan o'xshaydi. Vatandaş shu munosabat bilan Prezident Vladimir Putin'e teklif berip Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Rusya-Ukrayna to'qnashuvini vaqtincha to'xtatishni teklif berganda buni prezident Vladimir Putin qabul qilib, ondan boshqa bir qisqa xabarlar yoki video film xabarda qo'yilgan mazmunda yoki mavzuda Prezident Vladimir Putin urush to'xtatganligini e'lon qildi vatandaş. Bu endi hozirgi favqulodda vaziyat deyil, yani dunyoning hozir İran'a ko'z tikib turayotgan bir paytida yoki İran vaziyatidan o'zgarish hosil qiladigan ikkinchi bir vaziyatning nima ekanligini kutib turayotgan bir paytda Prezident Donald Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefonda so'zlashdi. Masalaning biri İran masalasi, lekin qisqacha meselenin biri Rusya-Ukrayna to'qnashuvi. Buni kelishim imzolash, urushni to'xtatish to'g'risidagi taklif. Prezident Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bergan taklif. Endi ikkinchi birisi buni vaziyat emas. Vaziyat mi deyli maqon bir vahshiyona o'zgarish deyli buni vatandaş. Dünya müşteriki tinchlikka ketyapti, tinchlik ketyapti degan so'zning ma'nosi nima? Xato tushunmang vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumati taxtga chiqqan kundan boshlab, Aqsaray kirgan kundan boshlab biz dialoglashib baqdik, so'zlashib baqdik. Diplomatiya sen yaxshi, men yaxshi deyishib baqdik. Hech qanday ish amalga oshmadi. Hech qanday ish. Tinchlikmi yolg'on bo'lib keldi, kishilik huquqmi yolg'on bo'lib keldi. Endi rasmiy masalaning o'ziga o'tayli. Bu masala nima? Biz tinchlikni kuch bilan qo'lga keltiramiz. Buni Prezident Donald Trump hukumatining siyosati deymiz. Ko'proq bu siyosatni ta'kidlagan kishi Davlat mudofaa ministri Pat Hakas. Mana takrorlab keldik. Bugungi İran masalasi tegi-tekni aytgan tinchlik masalasi, O'rta Sharqni qo'g'dab qilish. O'rta Sharq atom yadro qurollarini ishlatmaslik. O'rta Sharqda qaysi bir davlat yadro atom qurollarini saqlamaslik va uning ega bo'lmaslik. O'rta Sharqda Hamasni bir taraf qilish. Mushu kuchlar yo'qolsalar O'rta Sharq tinchlik ish qoshidi degan gap qoladi vatandash. Xato tushundirdimmi yoki mening orzuimdan buni yoki bir xato tushuntirishdan buni, lekin tegi-tekni olsangiz ana shu masala vatandash. Tinchlikda qanday ish qoshirish O'rta Sharqda? Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning siyosati kuch bilan tinchlikni keltirish yoki kuch bilan tinchlikka ega bo'lish. Bu siyosat edi vatandash. Ketdi. Bugun Xi Jinpingni biz oraliqda nimiz edik? 4-oyning oxirigacha cho'ng bir e'lon qilish. Yani siyaset e'lon qilish o'ttirg'i chiqadi Jungoda deyishdi. To'g'ribatning fikrlariga asosan, video film fikrlariga va boshqa maqolu fikrlarga asosan Xitoy tilidagi fikrlarga asosan shu oyning oxirida, 4-oyning oxirida Reis Xi Jinping cho'ng bir siyaset e'lon qildi. U bugun siyaset nima siyaset bo'ldi desangiz, hozirgi bir kishining to'g'ri filmida bu masalan Xolerinning haqiqiy Jungo degan to'g'ri betida e'lon qilingan xabarga qo'yilgan ism video filmga Reis Xi Jinping, Jungoning raisi Xi Jinping madaniyat inqilobini qayta, ikkinchi qatimliq madaniyat inqilobini boshlash to'g'risidagi buyruqqa imzo qo'ydi deydi ko'ramiz.
Görünüz mü? Muşu rast bolsun, yalgan bolsun. Yani ikinci bir makalada yana Hoşayyin degenden makalesizimi hem şu mezmunda bir haber yetip geldi. Anda Holiren degen adam bu nima sözlü deseniz, çünkü Kom partiyasının maksidi bunun işengil olmaydı. Baştan ahir işengil olmaydı. Xitay davatıdı. Kom partiya, Xitay'a işiniş o mümkün emas kuvvetinde. Yani hazır vaziyeti özünü tanışıp oluşu mümkün. Halkara besem ve devletin işki kısmındaki besem, muşu tüpeyle Gümçen'den siyasetini özgertişi mümkün. Yani şunda oylaş, şunda asas bilen, şunda fikir kılışla ortaya çıkan vatanda. Ahırki hesap diyene vahşilik, medeniyet inkılabını kozgamakçı mesela. Mavzudan aynı çağda siyasi özgürlükün buran çapkını içinde kaldı. Hatta Şanghay şehri bilen Sucu şehri oturursa poyiz toktap kaldı. Mavzudan şu poyizin içinde. Ya Sucu şehri bırakmaydı ya Şanghay şehri kaytanmaydı. Muşunda kıyın ahvalda kalan vakit siyasi özgürlük, Beijing'de siyasi özgürlük. Limbiya o bu, hemimiz oturup çıkıp mavzunu Beijing'e kirgilimi koymadı. Hatta kitivatkan yoldu mu? Sucu şehri olan Hangzhou şehri, işte Sucu şehri olan Hangzhou şehri oturup kabak koydu. Bu haberlerini görmem desiniz, vatandaş Cungo'da neşir kılgan Yangqing Wenbao. Medeniyetin kılağı ahırlaşkandan keyin Cungo'da neşir kılıngan Yangqing Wenbao degen gizli haberleri karışınız, muş hikayla, xudu rivayettek, efsanedek sizin köz aldığınız deyildi de vatandaş. Hatta şu Sucu ile Hangzhou şehriga kamılıp kalgan poyizde oturgan mavzunun aldığı Wang isimli bir kişi, Şanghay'dan kelip, her bir kişi, general dereceli kişi, Şanghay'dan kelip mavzunu görüşümen de poyizge çıktı vatandaş. Poyizge çıkıp mavzunun işhanısı yakılap, mavzunu didarıyla görüşüp kolunu bemey durup, kolu yürüp, elişip görüşmey durup, o mavzun dedi, sen bir aramdek dur sen. Bir yeri ağrıp no, ya kesel misin? Kaytıp get dedi. İşhanası kırgızmadı. Ma keridik, çiverdikini gördünüz mü? Esir, Wang degenden yan çıkıp tapanca. Her bir adam. Poyizi kontrol kıygan mı? Her bir adamla. Her bir adam yan çıkıp tapanca işletmekçiydi. O adam Wang degen titrep gitip çandırıp koydu. Mavzudan bilavalda kayıt kayına gidip kaytırıp etti. Şu vaxtki Yangqing Wenbao 1976 yıl 10. aydan keyinki Yangqing Wenbao gizli okusanız bu hikayelerinin hemmisi aldığınızda lentide götürdü vatandaş. Bugün yakın nemide o Xi Jinping Beijing'de 4 ay oldu çıkanmadı. Beijing'de çıkış ruhsatı yok dedi. Tünü gün memsiler şuna haber etkizdik. Beijing'de çıkış ruhsatı yok dedi Xi Jinping dedi. Hazır o Beijing'de çıkış ruhsatı yok. Liki yani özünün siyasetini icra kılıvadır, yani koyuvadır. Çünkü onu ornadan elip taşlaydığa hiç kandak bir şey yok. Ya ki kat'i siyasi özgürlük bilen, ya ki böyle her bir özgürlük bilen Xi Jinping'in ornadan elip taşlayalaydıgan bir güç yok vatandaş. Bırak onu sırtıdan kamal kılıp onun harekete çeklevatkan bir güç var vatandaş. Tünün biz sizlerge sual koyduk mesela. Hazır kim kumandarlık kılıvatkan mesela her bir hukukunu tartıp aldın. Sakçı ve kurallı kısımla hukukunu tartıp aldın. Xi Jinping'den tartıp aldın deyip eğitip oldun. Hazır bu hukukunu şiltivatkan kim? Zaten gayri güç, kaç güç? Bugün Xi Jinping ilan kılgan bu haber. Nime demem söz vatandaş? Esildeki şuarı, Holler'inin eğitişi. Esildeki şuarı insaniyet takdiri ortak gövdesi. Rilley Mingyun Gongtongti. Xitay tilida. Endi bunu bugün özgertip kanda hukumga özgertipizden vatandaş. Cunhua milletleri gül çiçekleri preklep eçildiriş. Cunhua milletleri gül çiçeklerini preklep eçildiriş. Yani o ikinci manisi Cunhua Minzu Mingyun Gongtongti. Cunhua milletleri ortak gövdesi. Ya ki takdirdaş milletler ortak gövdesi. Hukum özgertken bu bir sakreş. Sen insaniyetini azat kılman. İnsaniyet ortak gövdesi de oturup çıkanırdın. Bitcit oldu. Hiyalların, hiyalların hazırlıkça. Del sen muşu gepni kılgıça bitcit oldu.
Senin ananı bunun erkeleydiğin, gep kılıp bakıdığın şeyin kalmadı. Emdi, halkarada akmağın siyaseti memleketin işine tatbiklap, Cumhuriyet milletleri ortak güllenişi yaki, Cumhuriyet milletleri ortak takdir, ortak gövdesi. Cumhuriyet milletleri takdiri ortak gövdesi. Nimet hakları var ortak millet gövdesi. Bunun için diyelim, sen 3. ayının 12. günü Cumhuriyet milletleri terakkiyatı ve onun nimesi doğrusu bir kanun makıllıdır. Biz çok tahlil kıldık. Ötügen Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Beijing'e düşürdü. Donald Trump, Prezident Donald Trump ziyaret kıldı. Beijing'e vardı. Sen delmişindak bir vakitte milletle ittifaklığa kanunu oturup gelip çıksın. Maksat demeye degeni de hakikaten. Bugün 4. ayının 30. günü kelgende ilan kılıdığın siyaseti insaniyet takdiri ortak gevdesi diye isimini özgertip Cumhuriyet milletleri takdiri ortak gevdesi özgertip Cumhuriyet milletlerini gül desen preklep açılsın bu gülle. Milletler ittifaklığı. Nime? Ötkende bir dedik milletler ittifaklığı. Senin müstemlik sisteminden etkanda, sisteminden mezmundan etkanda sen milletler ittifaklığı diyenini takipleştin kayında iki yentekler var. Biri, milletler beraberliği. Milletler beraberliği ten, milletler hukukta beraberliği. İş kaşır aldın mı? Otur koyup baktın mı şinasını? Milletler beraberliği, beraberlik, hukukta beraberlik degenden sonra otur koyup baktın mı? Onda koymagan eken sen, bugün sen otur koyup atkan. Milletler ittifaklığı diye kem kütüşüz. Sepi yüzüden zor vallahtın başkası. Sen çokan memle ispaklışın gerek zor vallahi. İspaklınsak, arı Uygur, arı Şincan, ana müstemlik Uygursan cezalığa gerek. Meyli Tibet, meyli kim bol. İspaklasan bana yol, ispaklaşmışsan alan harap. Muşu siyaset ko. Bugün hem de tuyuksuz yani bu siyaset ele çıkıştığıma garip bilen karşılaşma. Cumhurdan garip bilen karşılaşmakçı. Ya açık aytganda Amerika Koşmuş Ştatları bilen karşılaşmakçı mı? Bunun zihnini tartip olduk ko. Çünkü Kompartiyası Cumhurdan obdan tattınız ko bunun zihnini. Bugün gün kelgen Cumhurdan kadrlarını tanışamayıvatsınız. Bugünkü bir haberde Halk Vekiller Kurultayı'nın daimi komitetinden 11 nefer kişini mek meydanda tutup sakçı patandap elip gitti deydi. Gecgisinden tutup 11 adamını elip çıkıp gitti deydi. Halk Vekiller Kurultayı'nın daimi komitetidir. Demek yukarı dercilik emeldarını tutup elip çıkıp gitti. Sebebi demek bu işlerine. Hem sana karşı adamlar bulup çıktı ahir hesapta. Sen bu şuna kıldığın buldun. Xi Jinping, sen bu şunda kıldığın buldun. Bugünkü haberimizden üzekileyli vatandaş. Birinci haberimiz mandak. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump İran'ın Amerika bilen kelişim imzalaşıga haydakçılık kıldı. Mavzulu haber 4. ayının 29. günü Amerika Avazı'nın Xitay programımız ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump 14. ayının 29. günü İran'ın Amerika bilen kelişim imzalaşıga haydakçılık kıldı. Prezident Donald Trump agahlandırıp bunda görsetti. Eğer kelişim hasıl kılmaydı ekensen, akıbetine öddi gelişin gerek. İran'a bir vatkan agahlandırıyor şötenler. Prezident Donald Trump bu agahlandırışını biliştin burun, Amerika bilen İran 4. ayının 11. günüdün 13. günü geçe Pakistan İslamabad'da söhbet ötküzüp kelişim asıl kılanmağın idi. Prezident Donald Trump hakiki medyasında, ya sosyal medyasında İran iş kılışını bilmeydi. Yadrosuzlaştırış kelişimini kandak imzalaşını bilmeydi. Yaxşısı ola, yani İran akıllık buluşu gerek. Bu kadar tapşırgan siyaset Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın İran'a tapşırgan siyasetini dakken cuma vatandaş. İran iş kılışını bilmeydi birinci.
yadrosuzlaştırış kelişimini qandaq imzalashni bilmaydi. İkinci. Yaxshisi ular, ya'ni Iran aqlliq bo'lishi kerak. Uchinchi. 3 xil siyosatning biri Ironga topshirdi degan gap. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump hukumati. Prezident Donald Trump yana ilgirlab bunday ko'rsatdi. Agar Iran kelishim imzolamaydi ekan, Amerika hamda yaxshichaq Amerika bo'lolmaydi. Agar Iran kelishim imzolamaydi ekan, hamda Amerika yaxshichaq Amerika bo'lolmaydi. Prezident Donald Trump o'zining hukumatining Iranning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Başdan axir ta'kidlab keldi. Aqsarayning bayonotchisi Caroline Levitt xonim bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trumpning qizilsizligi intayin aniq. Prezident Donald Trumpning hukumat a'zolari bunday ko'rsatdi. Qizilsizlik jumladan Iranning yadro qurollaridan voz kechishdan iborat qorniyatini o'z ichiga oladi. Yoki qorniyatdan voz kechishdan iborat bu masalani o'z ichiga oladi. Yadro qurol, qorniyati, yadro qurol yasash. Bu qizilsizlik Amerika xalq uchun aytgandimi, Iran xalq uchun aytgandimi, intayin aniqdir. Amerika Moliya Ministerligi pul muomala organlariga ogohlantirish berib bunday dedi. Jungoning choydan nefret ayirish zavodi bilan savdo qiladigansizlar, importga qilish xatariga yo'liqsizlar. Mavzuli xabar 4-oyning 29-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Moliya Ministerligi chet el mablag'ini tizginlash xonasi 4-oyning 28-kuni pul muomala organlariga ogohlantirish berib bunday ko'rsatdi. Jungoning choydan nefret ayirish zavodi bilan savdo qiladigan bo'lsanglar, importga qilish xatariga yo'liqsizlar. Moliya Ministerligi bunday ko'rsatdi. Shandong o'lkasiga joylashgan bu choydan nefret ayirish zavodi Ironda nefret import qilish va pishiqlab ishlashga davomli qatnashyapti. Moliya Ministerligi bunday ko'rsatdi. Ironda ishlab chiqarilgan nefretning 90%ni Jungo sotib oladi. Vah, vatandosh. Ko'rdingizmi? Ironda ishlab chiqarilgan neftning 90%ni Jungo sotib oladi. Buning ichida ko'p qismini choydan nefret ayirish zavodi bir taraf qiladi. Latin Amerikasidagi 5 davlat yana bir xabar, 3-xabar vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shilib birlashma bayonot e'lon qildi. Jungoning iqtisodiy besimiga uchragan Panama bu bayonotni qo'llaydiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 4-oyning 29-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlandi. Amerika va boshqa 5 davlat 4-oyning 28-kuni birlashma bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarning og'zida deyilayotgan Jungo Panamaga qaratmalarga borib bir holda iqtisodiy besim ishlatdi degan so'z bo'yicha Jungo hukumatining bu qilmishini tanqid qildi. Amerika, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paragva hamda Trinidad va Tobago qatorliq davlatlar bilan birlashma bayonot e'lon qilib, bayonotda yurt portlarda, dengiz portlarida tekshirilayotgan tutib qilish qatorliq voqealarning intayin ko'payayotganligini tilga oldi. Xitoy bek kitobida vaqtda mesela onu tekshirish, bunu tekshirish, dengiz porti besib kelingan mal tovar nima? Besib kelingan nefretning miqdori, sifati, u nima, bu nima tekshiramiz. Xitoy mushriqdan foydalanib pul qaqti-soqti qilish, dollar qaqti-soqti qilish, qaltis usti millat vatandosh. Mana shu yo'l bilan mayli Panama, mayli o'sha 5 davlatning iqtisodiga besim yoki iqtisodiy eksploatatsiya ilib kelgan gap vatandosh. Shunga hozir Amerika boshchiligida
Latin Amerikasiga yuqorqi 5 davlat bayonot e'lon qilib, Jungoning bu qilmishini, iqtisodiy zo'ravonlik, iqtisodiy tajovuzchilik qilmishini tanqid qildi. Buni Panama birinchi bo'lib qo'lladi deydi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi: Panama bizning dengiz ishlari sodimizning tövriki. Şunlaşqa biz her qandaq chet elning besimiga uchramasligini, Panama'nın besimga uchramasligini va bu talabni saqlab turamiz. Panama'nın egilik huquqiga zarar yetkazadigan har qandaq harakatlar bizning barligimizga selingan, hammamizga selingan tahdiddir. Hammamizga 5 davlat elib kelgan tahdiddir. Latin Amerikası oygan deydi bir vatandaş, orundan dastur deydi vatandaş. Latin Amerikasıdaki bir yol bir belvaq, Xi Jinping'nin xiyali içi berbat bol deydi vatandaş. Bir O'rta Osiyo qalandalar qilib qoldi. Hamma yeri tugidi. Bir yol bir belvaq siyaset, bir O'rta Osiyodan boshqa mayli Yevropa, mayli Latin Amerikası hamma yeri tugidi, faqat O'rta Osiyoda qoldi. Endi mushurundagi bir o'tirg'i chiqqan gapga diqqat qiling. İran'ın 90% neftini Jungo import qiladi. Bak. Hazır tüvende anlayışı o hikayeni, 90% degan neftni esingizda tutun. İkinci mavzu vatandaş, Prezident Donald Trump Ukrayna urushini to'xtatish mumkinligi to'g'risida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan yaxshi suhbatlashdik deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 4-ayning 30-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 4-ayning 29-kuni bunday ko'rsatdi. Men Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina va Iron masalasi bo'yicha suhbat o'tkazdim. Men Ukrayna urushini to'xtatish mumkinligi to'g'risida taklif berdim. Yani Prezident Vladimir Putinga. Prezident Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yuqoridagi so'z qildi. Prezident Donald Trump Prezident Vladimir Putin bilan so'zlashgan so'zning mazmuni to'g'risida to'xtalganda bunday ko'rsatdi. Biz Ukraina masalasi to'g'risida to'xtaldik. Iron masalasi to'g'risida qisman to'xtaldik. Intayin yaxshi suhbat o'tkazdik. Tez arada hal qilish loyihasini o'tirg'i ilib chiqamiz deb o'ylayman. Men, dedi Prezident Donald Trump, shundoq bo'lishini umid qilaman. Prezident Donald Trump muxbirlarga bunday ko'rsatdi. Men Prezident Vladimir Putin bilan telefonda uzun so'zlashdim. Qisqa muddat bo'lsa-mu, urush to'xtatish to'g'risida taklif berdim. Men Prezident Vladimir Putin bilan shunday qiladi deb o'ylayman. U balki bunga munosabatlik bir qism ishlarni e'lon qiladi. Prezident Vladimir Putin bunga munosabatlik bir qism ishlarni yaqinda e'lon qiladi. Iron to'g'risida muhokama olib borganda Vladimir Putin taklif berib, agar yordam berib bu ishni bir taraf qiladigan ish bo'lsa, biz, ya'ni Rossiya, suyuqlantirilgan atom yadro materiallari bo'yicha aralashib masala hal qilishga qo'shilamiz. Iranning masalasini hal qilishga qo'shilamiz. Suyuqlantirilgan atom materiallari va yadro qurollari materiallari. Mushu masala bo'yicha Rossiya aralashib, biz bu ishni to'xtatishga yoki Amerika Iron urushni to'xtatishga yordam bo'lamiz degan ma'noda so'zlayapti vatandosh. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Chorshanba kuni telefonda Prezident Vladimir Putin bilan so'zlashganda men Ukraina urushini oxirlashtirishni bak umid qildim. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Bu men uchun
intayin mühim bir iş idi. Prezident Donald Trump ötken yıl 8. ayının 15. günü Amerika'nın Alyaska ştatıda Rusya Prezidenti Vladimir Putin'i kütüp alganda Ukrayna diki ecellik tokunuşla tok tutuş doğrusu tırışçallık görsetdi. Prezident Donald Trump mındak görsetdi. Bu tokunuş her ayda 25 mingden 30 ming kişigacha hayatlıktan canını elip ketdi. Her ayda 25 mingden 30 ming kişi. Mutlak köp kısmı harbiy kişiler idi. Moskva 2022 yıl 2. aydan 24. günü Ukraynaga umumi sep boyunca hücum kılıp bu urushni qo'zg'agan idi. Bu Aptorning gapi edi. Maykayın alanlar cuma vatandaşlar ende. İran'ın nefti Cungo'ya kandak elip kilinidi. Mavzuluk makale yani elip kilinidi. Amerika'nın imporga kılışı Cungo'nun çaydan nefet ayrı zavutuğa kandak tasir görürsüdü. Mavzuluk haber 4. ayının 29. günü Amerika avazdan Xitay tel programımız ilan kılındı haber. Bundan başladı. Washington nefet toşuş parxoti. Paris koltuğudan yolga çıkıyordu. Sefer katnaş jarayonida uning qo'zg'algan joyini belgilash qiyinga to'xtaydi. Çünkü parxotlari Paris koltuğudan yolga chiqadi qayerdan? Buni bayqash qiyinga to'xtaydi. Bu parxot Malakka bo'g'zidan o'tganda uning mal bosgan taloni o'zgartirildi. Ma'lum ahvol ostida tizimlatgan ismi ham o'zgartirildi. U parxotga qanchilgan xom nefet dengiz ustida ikkinchi bir parxotga yo'tkiladi. Onun ayrim marka chaplaydi. Yeni yetib boradigan maqsadlik joyni ko'rsatib berdi. Bir necha haftadan keyin bu nefet qochadigan parxot Jungo portiga yetib keldi. Mustaqil nefet ayirish zavodi bu nefetni pishiqlab ishlab chiqaradigan materiallar dizel, benzin, asfalt ve şırna, bunu bilemedim. Şırna patarlık mahsulotlarni ishlab chiqardi. Mushundaq shakllar orqali u andın Jungo ishlab chiqargan mahsulot qaylandi. Qani vatandosh, çoğatsan, poğatsan Jungo'luk Jungnanxay alınmışıma. Sen ben bir müstakil devlet dep şu devlet şifsidi İran bilen savdo kılıvatımen diğer işle kılanmay. Oğurlukçu savdo kılıdı ekensen. Muş 90% nefti oğurlukçu İran'dan ekildi ekensen. Hani senin devlet ve kıymetin? Hani senin devlet ve korunun? Yani aşını bilip durup aşını koyup durup dünyaya hocayım bulumen. İnsaniyet ortak gövdesi. Dünyaya iktisadi hükmüran bulumen. Bir yol bir bel bak degen narsani götürüp devlet bulunmuş yer şarda. Ve viski mark çaplap devlet kozgalın akşanı eytip biz onu devlet dep çağıldan bana Jungo. Moşikken alın bana. Paris koltuğudun kozgulup Xitay'nın Çingdao portuq gelgiçe kaçılangan nefet ne? Bir parxottu ikinci parxotga yotkap markini o'zgartib qo'rqishini qara, mushuk ekansan Jungo. Bunu biz masxara qilsak qildi ekansan Jungo. Masxarani o'mukdi ekansan Jungo. Hozir endi Bombay qoldi. Hozir xalqaro jamiyat bilib oldi, Amerika bilib oldi shunga. Hozir bu çaydan zavodi, nefet ayirish zavodini Amerika moliya ministrlik imporga qildi. Hozir sizga boshda o'qidik, nima dedik? Şimdi kim agar Xitoyning çaydan nefet ayirish zavodi bilan savdo qiladigan, men seni impor qilaman. Nega vadende gap vatandosh? Baynim degan to'q 90% nefet to'xtab turing degan to'q.
Endi buni qanday ekildiganligini ko'rdingiz. Demak, Irandan keladigan 90%dan ortiq xom nefet bugun ham import qilindi, ham xalqaro jamiyat bilib qoldi, ham Irandan qochilib keladigan joyingiz aniqlandi. Endi bu nefetdan ayrilasiz. Tunigan 1-oyning 3-kunida Venezuela nefetligidan ayrıldınız. Cungo Kompartiyası Panama'dan ayrıldınız. Yukarıda gördük 5 devlet birleşip sizge karıştırıptı. Yani buradaki takdiriniz yani ne mi buluşu mümkün Cungo Kompartiyası? Yani ne mi buluşu mümkün? Moşundak durup yani ne mi cahillik kılıp milletle ittifaklığı, milletle ortak gövdesi, milletle ittifaklığı kanunu ilan kılıp ne mi kılması? Tibet'te kolumdan çıkamayman, Uyguristan'da kolumdan çıkamayman degenlikiniz mi? Evet, o zaman Cungo Kompartiyası ketti o zaman. Telmez ki ketti Cungo Kompartiyası. Hiyal. Gördünüz mü vatandaş? Benim hoşunda gepki. Endi sizge ne deyimiz? Endi sizge deydiğallarımız kısa haberde anlama buna. Birinci kısa haber men başçılar mezmunu söyleyip bozum anlatıp durun. Ciddi haber. Xi Jinping Medeniyet İnqilabı Seferberlik buyruğu imza koydu. Cungo'ga çoğun afet yetip geldi. Haqiqiy Cungo torbeti Xoliren 4-ayning 30 günü yutib. Ikkinchi Cungo Kompartiyasi gumron bo'lishning surati qanchalik tezlashdi. Qachalasang qach. Herkes ham xiyolda bo'lma. Kompartiyada siyosat o'zgardi, o'qildi, bo'qildi degan gap ham xiyolda bo'lma. Keyin ati nima bo'ladi? Xudoning ilkidagi gap deb qachiva, qachalasang qachiva. Umumiyüzlük, qattiq boshqarish, internetda ma'muriy boshqarish. Tushunganingiz pasportimizni yig'ib oldik. Mushuning ostiga elish. Xo'sha yeng torbeti 10 soat ilgari 4-ayning 30 kuni yutib. Yani bir xabar hozir bu o'zgarishlar oxir nega bordigandek ki? Yani nerede to'xtaydigandek qarab turing. Chauşan Koreyaning prezidenti. Chauşan emas, Koreyaning prezidenti Lee Jae-myung bunda e'lon qildi. Koreyaga Amerika armiyasi kerak emas. Tayvan kuldi. Tayvan dedi, Amerika armiyasining Tayvanda turishini qarshilamiz. Shimoliy Amerika Wangli 4-ayning 30 kuni yutib. Endi Janubiy Koreyaning prezidenti Lee Jae-myung ya elishib qoldi bu odam. Yoki nim bo'ldi? Elishib qolgan durust, elishib qolgan to'g'ri bo'lsa kerak. Sen bugun Koreyadan Amerika armiyasi elib chiqib ket. Amerika armiyasi bizga kerak emas deganligi sen Xitoyparast bo'lib ketgan o'xshaysan. Balki bugun sen ham Koreyani qo'shib, ham Chauşanni qo'shib, ham Jungoni qo'shib, Sharqiy Osiyodagi bu ofatlarni yig'ishtirib tashlaydigan vaqt keldi. Çünkü yaqindan bir 4-5 qatim kelib qoldim shuna qisqa xabarlar nim dedi. Chauşan tugaydi. Chauşan parg'ayinib ketdi. Yesazda buningda oldi chiqib qolgan edi vatandaş. Chauşanning tugab ketishi ham Koreyaning tugab ketishimi dal mushi gap bilan hozir Lee Jae-myung oshkor o'tirib chiqibdi prezident. Nima deydi? Amerika armiyasi bizga kerak edi. Qani ko'rib baqaylik kerak bo'lamdi, bo'lmamdi? Hayat shuni ko'rib baqsaq bo'ladi. Lee Jae-myung efendi, prezident efendi. Endi qisqa xabarlar vatandaş. İran'ın nefti Cungo'ya depolda o'qib Ekranda qisqa xabar. Jungdan haydi çataq chiqdi. 11 nafar yuqori darajalik amaldor xalq vakillar qurultayi doimiy komitetidan patangdab bu yondan tutib elib chiqib ketdi. 11 nafar kishi xalq vakillar qurultayi Beijing choyxonasi torbiti 4-ayning 30 kuni yutib. Yaponiya parxotiri qo'yib etildi, yana bir xabar. Jungo nefet to'shig'icha parxotir to'sib qilindi. Pasport dengizi, pasport bo'g'izi Yaponiya qo'yib berildi. Xitoyning nefet to'shig'an parxotir to'sib qilindi. Olam hayron qoldi. Prezident Vladimir Putin urush to'xtatganligini e'lon qildi. Bosh so'z deb bo'ldi. Saudiya moliyasi.
Prezident Donald Trump Ukrayna yengildi deb ko'rsatdi vatandosh. Biz buna yuqori so'zlab bo'ldik, tilpinbadik. Ukrayna Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tilpinda so'zlashdi prezident Donald Trump. Nəhayət yaxşı sözləşdi, bu tügüdü bu xəbər. Endi müşahid tügetdi vatandaş. Ma xəbərini bay məsələ sözləb boldu mən tügetdi. Bugün xəbərlərimiz şu. Endi Cüngünün vəhşiligi, məsələ sizə bizə ayan. Endi şu vəhşilik, bunu nə deyimiz? Qalcırlıq allaqaçan başlanğan idi. Demək, başlanışdan cəryanı oldu. Cəryanın axırı oldu vatandaş. Her qandaq jarayanning oxiri bo'ladi, 5 bo'ladi, oxiri bo'ladi, 30 bo'ladi, oxiri bo'ladi. Hozir shu g'aljirlik davriga kirib kelgan, davomlashgan bir necha zamondan beri bugungi kunga kelganda Jungu kompartiyasi Jungnanxay endi g'aljirlikning oxirgi bosqichiga yetib keldi. O nima dedi? Relay Mingyun Gongtong Ti uni o'zgartirib Junghua Minzu Gongtong Ti. Demek milletler münasebet sebeplerde hazır milletler meselesi Uygur'dak, Tibet'tek milletler meselesi halkara cemiyette, halkara cepte ciddi revişte oturup koyuluş ve ciddi revişte hal kılış basışa kırdı mı kaldı. Emse, Cumhuriyet nemeden çoğuçup gittiniz? İş benim şey.